men ham zerikatuvdim. Shu qarindosh urug'larning ichida tuzukroq qiz bormi? Nimaga opa? Nimaga bo'lardi? Qodirga? Qodir xotini bor-ku. Voy, shu ham xotinmi? Voy tavba. Lena qo'lida bolasi bilan kelib qolsa nima qilasiz? Jo, yaxshi bo'ladi-da. Uylaganini ko'rib orqasiga qarab ketadi bolasini ko'tarib. Voy. Tavba. Ha mayli, sizlar urug'da olmay qo'ya qoling. Sizlar urug'da olsam, u ham sizga o'xshagan shpion bo'lsa, uni gapini bunga, buni gapini bunga gapirib yuradi. Voy opa, ko'ngliga tegadi ham demaysiz. Meni bilasiz, shaqqa yuziga gapiraman. Orqadan gapirib yurmayman. Qachon gapiribman sizni? 2 safardan beri aytasiz shu gapni, opa. Biz ham bilib yuribmiz, eshitib yuribmiz siz nima ishlar qilib yurganingizni. Nima qilibmi? Gapiring. Ha, endi aytaman-da, opa. O'zingiz bilasiz-ku. Ha, aytaman-da. Gap yo'q. Isbotingiz yo'q. Sodiq Turg'unovich, nimaga aynan bu qizman? Atrofda shuncha chiroyli qizlar bor. Ko'rni chiqaryapsiz? Men tushunmayaptizmi? E'tibor berdingizmi? Alvastiga o'xshaydi.